hozirgacha ko'rsatilgan koreyskiy seriallarda hech biri qalbim chechagida qangi Koreyani asl yuzini ochib tashlagan emas. Video davomida bunga dalil keltirib aytib o'tib ketaman, o'zingiz eslab, ha deydigan bo'lasiz. Yani shuna agar yaxshilab eslaydigan bo'lsangiz, ko'p narsalarda men bitta eslatishga harakat qilaman. Aslida serial 16 qismdanmi, 15 qismdanmi iborat, chunki dramalar hammasi shunaqa. Ko'p shunaqa bo'ladi, ya'ni 15-16 seriya bo'ladi. Bu serialda 90-yillardagi hayotni ko'rsatgan, lekin o'shaning hozirgacha o'sha serialda ko'rsatilgan voqealar, ya'ni hayotdan olinganligi, realniy hayotdan olingan demoqchi emasman. Kimnidir hayotiga o'xshab ketadigan haqiqiy ko'cha hayotni anaqasi ko'rsatilganda. To'g'ri, ichida boy bilan faqir o'rtasidagi nima bor, u chekka surib turadi, chunki romantika haqida bugun pashta gaplashmaymiz. Serialdagi bir marta ilgari yoshligingizda ko'rgansiz, lekin katta bo'lganingizdan keyin bir marta ko'rsangiz, tafakkurga olib boradigan narsalari bor. Chunki serial Koreyani, nafaqat Koreyani, balki butun dunyoning shou biznesi va kapitalizm haqidagi va yana ba'zi bir mavzularni o'z ichiga olgan. Bunaqada boshladik. Serialdagi ba'zi bir narsalarni qirralarini aytib o'tib ketaman. Serialda bir tabaqalanish bor. Ya'ni boy bilan kambag'alning o'rtasidagi tabaqalanish juda katta. Va Koreyani o'zida men boshqa kinolarda ham ko'rganman. Bir boy oila bilan bir faqir oila yoki boy bilan kambag'alning o'rtasida katta raznica bor ekan. Men bir ikkita kinosida ham ko'rdim. Modern kinolarda ham o'sha aytib o'tib ketdi, shuna narsa bor ekan. Keyin Koreyada o'sha birinchisiga o'sha tabaqalanishga aloqasi bo'lgan narsa, katta joyda bir korporatsiyaning xo'jayinisiz bitta sinib ketganingizdan keyin bir tiyin bo'lib ketar ekansiz-da, yoki o'sha bankrot bo'lganingizdan keyin bir tiyin ekansiz. Men o'zim hech qachon Koreyada yashamaganman, lekin kinoni ko'rib, keyin yana boshqa kinolarda ko'rib, yana bu yerda ham bir ikki marta koreyslar bilan uchrashganimda o'zim ko'rdim. Ya'ni hayotda yaxshi narsalarga erishgan bo'lsangiz, ishingiz yurishib ketib turgan bo'lsa, siz ya'ni boshqa o'rindasizda, bu odamlarning ko'zida shu tabaqalanish katta ekan. Endi 3-nimaga o'tamiz. Bu serialdagi 3-mavzu shou biznes haqida bo'ladi. Asosiy filmda, serialda mavzusi ham shou biznesga aloqasi bor narsalardan iborat, lekin bu yerda sirazi odamning kallasiga shu bosh qahramonda artist bo'lishligi haqida nima kelishligi mumkin odamning kallasiga, aka shu haqida gapirishligi. Yo'q, men bosh qahramondagi Min Himidoti, Jun Himida u haqida emas. Bu yerda bosh qahramonimiz o'sha qizni dugonasi haqida gap ketadi. Men serialda e'tibor bermagan narsalarimizga e'tibor qaratmoqchiman xolos. Katta bo'lgandan keyin yana bir marta qaraydigan bo'lsangiz, vafshi e'tibor bermagan ekan, vafshi haqiqiy hayotni ko'rsatgan ekan deb o'rasiz. Endi keladigan bo'lsak, dugonasiga biz bilamizki, bular shaharli bo'lmagan, shahar chetida yashagan, keyin bu yerga kelgan edi. Shaharda o'zimiz ham bilamiz, misol uchun poytaxtga hamma intiladi, chunki yo'llar yopiq bo'lsa, chetdagi shaharlarda yo'llar yopiq bo'lsa, hamma narsa poytaxtdan olinadigan bo'lsa, hamma poytaxtga borishga majbur bo'ladi. Hamma narsa poytaxtda bo'lganligi uchun ko'p narsa, bu yerda ham xuddi shu qiz dugonasi bilan poytaxtga borgan. Hamma o'zini yo'lini topib ketish kerak, hamma o'zini aravasini tortish kerak. Qiz shou biznesga kiradi, dugonasi, va shu yerda shunday narsa borki, shou biznes butun dunyoda pashti bir xilda. Ya'ni bir joydan bir joyga ko'tarilish uchun kimdir to'shakda yotish kerak yoki kimdir xizmatini qilish kerak. Bu serialda ko'rsatilganda shu narsa. Ya'ni istaymiz o'sha boshda tabaqalanish haqida gapirganimizda, bizni bosh qahramonlarimizni o'rtag'i katta korporatsiyani egasi bo'ladi. Jace Fashion'ni egasi emas, u prezidenti bo'ladi. Ya'ni o'sha katta xo'jayini bo'ladi. Amakisimi o'sha qarindoshi opoqisi tomonidan bir joyda xato qilganligi uchun past darajaga tushiriladi va o'rniga boshqa o'zini qarindoshi direktor qilib qo'yiladi. O'sha yerda, ya'ni agar kim eslagan bo'lsa-da, o'sha yerda singan paytda odam atrofingizda siz ilgari xo'jayin deb yurganlar sizga boshqa muomalasi o'zgarishligini ko'rishligingiz ham bor-da shunda. Xo'p, endi yana nimaga qaytaylik, shu dugonasiga. Shu yerda shu dugonasi endi mashhur bo'lishlik uchun prodyuser faqat uni rivojlantirishdan tashqari uni ishlatadi ham.
Chunki prodyuser sizni mashhur qilish, sizni ustingizdan pul ushlab turgan paytda katta gigant sponsorlarni ham topish kerak-da. Shundan paytda kimlar ishga kiradi? O'sha Jace Fashion'da yangi xo'jayini mashhur artistlarni telefon qilib, o'sha prodyuseriga biz bu yerda banket qilyapmiz yoki bir yig'ilish qilyapmiz, ya'ni o'tirib kayf qilyapmiz, qarochi, mana artisting jo'natib yubor yoki bo'shmi u bu deydi-da. O'sha yerda tafakkur qilib ko'riladigan bo'lsa, butun dunyoda почти ko'pincha bir-biriga yaqinda bularning sistema. Prodyuser aytadi, bor deydi, boradi keyin. O'shga borganda alish shilqimli boshlanadi. Ya'ni bu yerda show biznesda yangi kelganlarda asl basharasini ko'rsatilyapti-da. Hali bunga kirmaganlar, endi kirganlarni buni yo'li qanaqa bo'lishligini ko'rsatyapti. To'g'ri aytdi bosh qahramon, sen uni yoniga borma, bu prodyuser bilan ishlama, u bunaqa deb gapiradi ham. Agar kinoni tafakkur bilan ko'riladigan bo'lsa, kapitalizmda asl basharasini ochib tashlagan deb o'ylayman-da. Endi bu narsani ko'pchilik bilmasligi mumkin. Yoshlikda ko'rilganda bu narsalarga uncha e'tibor berilmagan-u, lekin katta bo'lgandan keyin odam yana bir marta ko'rsa, vay deb yuboradi-da. Yani o'sha paytda tushunmagan ekanman deb yuboradi. Aslida serial o'zida juda ko'p narsani mujassam qilgan. Koreyani asl sostoyaniyasini Alloh alam hozirgacha o'zgarmagan deb o'ylayman. Shu narsa hozirgacha davom etib kelyapti. Faqat bu kinoni biroz hozirgi paytda kasetada olinganligi uchun, kichkina formatda olinganligi uchun hozir xiraroq bo'lib ko'rinishligi mumkin. Hatto yangi upscale deydi. 4K formatga yoki HD formatda qilib chiqarilsa, bu hozirgi hayotdan mana shu farqi yo'q deganidir. Ko'rsangiz, realniy hayotdan olingan realniy narsalar. Ya'ni haqiqiy hayotdan olingan deganimda, hammani hayotiga, ba'zi odamlar hayotiga o'xshab ketadi degan ma'noda nima qilyapman. Ssenariy o'zi fantastika deganim. Unaqa, ya'ni to'qimayu, lekin realniy hayotdan olib nima qilinganda. Serialni ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim, agar hozirgi yoshlar ko'rmagan bo'lsa, ya'ni tavsiya qilaman. Tarjimasi ham juda chotka bo'lgan o'zbekchaga. Agar hozir naqasi bo'lsa, tabiiyki, maza qilib ko'riladigan bo'lsa, HD kачествоda bo'lsa, va shu nur ustiga a'lo nur bo'ladi-yu. Tavsiya qilaman to'g'risi ko'rishlikni. Shu yerda videoni to'xtatamiz. Chunki kinoni eslasam o'zim ham ba'zilarli nimalarim qo'zg'ab ketyapti, jahlim chiqib ketyapti. Hayotning qiyinligi odamni ezib qo'yadigan joylari bor. Neyse, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar, like bosishni unutmanglar.